Assalomu alaykum. Sultonbek Qo'chqorov YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoroligimizda anamda Minecraft rejimida qishloqlar topishni o'rganamiz. Qani ketdik. Reklamalar ichiga kirib, new tugmasidan avanset degan joyda birinchi bizning qishlog'imiz 3-9 bo'ladi. 3-9. Mana ana bu qishloqda tug'ilasiz. Men o'zi 2 ta qishloq bilaman, qolganlarini ko'p bilmadim. Ko'rganingizdek, qishloq yaxshi, zo'r qishloq. Qani endi ikkinchi qishlog'imiz. Ikkinchi qishlog'imiz bu yoqda bo'ladi. Yana boyagi joydan avanset joygan. Keyingi videomiz chiqishi uchun sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Keyingi videoda men qanday qilib kreativ rejimdan survival rejimga o'tishni o'rgataman. Ikkinchi qishlog'imiz bu 3 ta hey bo'ladi. 3 ta hey. 3 ta hey yozganimizda ana bu yerda paydo bo'lamiz. Bu 2 ta qishloq o'rtasi bo'ladi. Qaranglar. Bu yerda 2 ta qishloq birlashib qolgan bo'ladi. Mana ana bu yerda bitta qishloq, bu yerda bitta qishloq. Bu yerda bitta qishloq. Ikkalasi qo'shilib qolgan qishloqda. Ular do'stlar, men boshqa qishloq bilmayman. O'sha uchun keyingi video chiqishi uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, o'zingizning qiziqarli kommentariyalaringizni yozing. Keyingi video juda qiziq bo'ladi. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Qanundagi mayli. Sog', salom.